nima tushgan savol? O'sha voqeamizni qanday eslaysiz? Yaxshi eslayman. Siz o'sha davrlar. Yana qaytib kelsa, yana shu amin bilan yana tortishib, yana urushib, mushtlashib yursak deyman. Qizig'idan gapiray. Boşlar edi. Tushunmadim da. Joydan sarılma şimdi. Nima bor? Rayma yok burada bırak Rayma. Yok. Yani ya koyduğum var gitsin be. Hadi içiyorum. Albatta yig'ilish va har oyda bo'ladigan tirishlarimizni eng kemisi. Oxirgisi. Shaka oltin gugurt qaykom keldi. Azma. Shaka oltin gugurt qaykom keldi. Ammalar Joydan sarılma şimdi. Nima bor? Ana jiyan, anasida. Bularni farqadoshim. Safarchi. Qarilikdan yuradi tamom. Bu safarga. Qo'shilib tushdik. Sizlar qo'shnimisizlar, Sayra xola? Biz yedi. Onang yo'qdaki. Aminda. Ha. Qo'shnimisizlar. Tushuntiringlar-da sizlar. Onang bilan yo'qdaki amin. Bir tomonimga Aminadir, bir tomonimga Sayra. Buyukdan Yoshlikdan aytib berasiz. Yoshlikda taassurotlar. Labay. Bloger qizimiz kimi? Videoni ko'rdingizlarmi? Qanday chiqibdi? Like bosinglar. Подписка ham bo'ling. Tushunmadim da. Kelib turing. Yazna. Chokra yaznan. Da. Chokra yaznaga katta salom. Rahmat. Salom. Keling. Bize tükür 5 kilo. Qani sinfdosh? Aminlik qoladi. Shunda Xuddi aytganingiz xuddi. Xuddi bo'lmasin. Hammasi farqadoshim deb araga kiraveradi. Araga Ana Zulfiya qani? Boşlar edi. Boşlar.
Charım yaysa charım aytadi. Charım. Bitta doğuqsizlar. Borak bo'lsa, karim yo'q. Gulmurod sizni ayting. Aytinglar. Yo'q. Charım. Gulmurod ayting. Rustam bu. Qani turasiz Rustam? Ali Ilhom. Ilo. Ilo. Yoshlarimiz, yubilyarimiz yanada bardavom bo'lsin. 100 yoshligini ham nishonlasi hammamizga nasib etsin. Kepsizlar bolalar. Hammalar ko'rgan Qizig'idan gapiray. Qizig'ini. Qaysi qizig'idan birida qizig'ini to'p. Qizig'ini shu vaqt esimga kelmayapti. Qizig'ini qiziq-ku biza qaysini to'pay shu payt. Shu Gulcher dugona bilan biz birga nima qilganmiz? Bir joyga yutaydik ikki dugona, bitta ko'rpaga. Men buni qo'chib borib poyla o'tiradi, cho'qira ushtak jo'laydi, men setkadan tortib oladi, kechasi birga yutaydik. Joyimga buni aytadilar, bu kecham sen chalpakcha bo'lsang, go'shing deyman deydilar buni. Lo'lani joyimga bo'sh-bo'shiga remol baylab, lo'lani ko'p arasida tiqaydim, xudo odam bo'ligida asta qo'chaydim, cho'qirib boradi, biysinikada. Eka chaq-chaq qilib yotaydi, keyin biyisini sochlarim bilan o'raydi. Chevirtirib o'raydi. Biyibda she'r aytib bering desa, biyisi bunday deydilar. Lelim bobom bor edilar, o'lib ketdilar, bizdan tashlab ketdilar. Har bir bitta she'r aytsalar, biyisi shunday deydilar, Xudo rahmati. Bu bilan o'sha uchun men qalin dugona, birga yotgan bo'lsa sirdoshim. Bitta oddiy qanni, bitta oddiy surtilganni olsa agar o'sha kuni bu olmasdi. Senga pul yo'q, men qana olib bittani yeyman deydi. Yo bo'lsa o'shani yarmini menga beraydi-da, biz ikki shunchalik qalin edik, dugona edik. İbi dugonamda mingdan ming roziman bu dugonamni. Tilloga almashmayman. Dugonaginamni. Men qalin. Ya o'zi uzoqdir, oldin bitta, hovlimiz bitta devorcha, setka bor edi. Endi o'zi boshqa joyga, uzoq-uzoq. Biz Arashonga turadi, men Shera turaman. Ko'ngil yaqin. Ko'nglimiz yaqin lekin. Gaplashib turamiz. Pastiyan gaplashib turamiz. Bu aytadi, tushimga kiribsan, palon joyga ketasan, men aytaman. Tushimga kiraveradi. Yoshligimizda kim qancha yoshligimizda. Ishlarga kirib. Rahmat bo'lma qizim. Rahmat. Eng yaxshi kelgan dugona. Lekin bu boshqani dugona deb tanlasa ham, men lekin boshqani tanlamayman, lekin faqat shuni deyman. Boshqa deb bu kishida aytapsiz endi? Dugonamizni dugonasi rahmatlik bo'lganda. Dugonani ustiga talash bo'lyapti hozir. Yoshlikda ham xuddi shunaqa bo'lardi. Dugonani ustiga rashk qilib urishardi. To'ylarni yaxshi o'tkazib oldingiz. Пока сумочку сюда. Gaplashaman deyman. Nima? Unga men aytdim, tez Sayyoraga telefon qil dedim. Sayyor joyiga emasay. Keyinchi. Nechta bo'ldi? 3ta. 4ta. Ana yerda chiroyli uyim bor. Uyinam emas.
hozir qog'ozlarni tortasizlar. Kimni ismi chiqsa, o'sha sinfdoshingiz haqida chiroyli voqeani aytib berasiz. Kulgili voqeani. Kulgili voqeani aytib berasiz. Kelishdingmi? Mana haqimdan sinfimdan qolganman. Nima qilgansiz? Sinfimdan qolganman. Necha yil qolgan? Faqat sizlarninglar eshitasizlar. Yana bitta olsam maylimi? Amin. Aminu? Ha. Ilhom Sharipov. O'qidingizlarmi, o'qib beray. So'rovlar bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli voqea aytib beriladi. Mikrofon bering. Esladingizmi? Kim esladi? Amin haqida qiziqarli voqea bo'lganmi? Bu yil emas. 10 yil davomida. O'sha maktab tugatilmasdan oldin velosiped ustiga biza tortishdik. Amin do'stim haqida menga nima deb aytay buni? Amin do'stim haqida nima Qiziqarli voqeani. Amin do'stim haqida qiziqarli voqea menga tushgan ekan. Amin do'stim uchun do'stim bilan birga 6-sinfga velosiped tortishib mushtlashuvdik. Esingizga bo'lsa, Amin do'stim. Yonimga keling, yonimga keling. Velosiped tortishib, ekav mushtlashuvdik. Ekav urushib, rosa talashganmiz. Shunda keyin o'qituvchimiz kelib, bizani tinchlattirib ketuvdilar. Shu 10 yillik voqeamiz shu. Tan olasizmi? Ana shunday bo'lganda, shunday taklif nima tushgan savol? O'sha voqeamizni qanday eslaysiz? Yaxshi eslayman. Esiz o'sha davrlar. Yana qaytib kelsa, yana shu Amin bilan yana tortishib, yana urushib, mushlashib yursak deyman. Rahmat. Karim eshitmayapti. Ayting Karim sinfdoshimiz bilan endi qiziqarli voqealar ko'p ekan. Hozir 60 dan o'tgandan keyin xotira ketib qolgan, to'g'risi. Hali o'tirib turamiz do'stimiz bilan ancha. Endi o'zi ham qiziq, biza ham qiziqli voqealar ko'p degan eslash endi. Karim haqida eng chiroyli hislatini aytib bering. Karimni fe'l-atvori juda ajoyib. Oilaparvar, insonparvar, do'stlikdan qanday desam, do'stlik bu uchun birinchi o'rinda. Doimo telefonlashamiz, so'zlashamiz, yaxshi o'tiramiz. Alloh sog'ligini bersin, doimo yaxshi kunlarda o'tirishni nasib qilsin hammaga ham. Rahmat. Qolganlar qo'shib ketdimi? Bo'stonga eng yaxshi insonlardan shu qolgan o'zi. Narsa o'rinda ekan. Так что все, конкретно это на самом деле. Agar men bu so'zlarni aytib bersam, ko'zingni qisqirib aytmayman. Qulog'im yo'q ekan. Ekram Alisher Navoiy maktabini qilib o'tdi. Bordi maktabga qarasak, maktabda Lekin qiziq joylarni ayblab yuribdi. O'sha paytda bu yangi min sifatida bo'lgan. Shunday
Bekormisan dedi. Men bekorman. Men o'sha payt institutdan yiqilib kelib, Maksim Gorkiy maktabida pioner vожатый bo'lib ishladim. Da. Keyin uzoq dedi, bir joy bo'lishimiz kerak dedi. Qayerga dedi? Toshkentda. Men aytdim, bu mototsikl sovuq. Mototsiklni men minaman dedim. Borishga ham kelishga ham. Bu futbolchidan o'tgan ekan, men sovuqqa e'tibor qilmagan. Qisqasi mototsiklimdan Toshkentga bordik. Ana endi Arktikaga borib muzlab qolasiz-ku. Shunday muzlaganimda qalqan qilaman. Amin. Mototsiklni men sovuq edim. Yo'q deydi, sen va'da qilding, oxirigacha minasan. Qisqasi bu ham unchalik emas. Yo'q borgandan keyin menga sinfini aniqlab chiqdi. Borib sinfini Ishga faqat zo'q. Ha, sinfini borib aniqladik. Borib aytdim. Bu to'g'ri o'sha dars bo'layotgan joyga kirib borgan. Kirib borganni Xudo rahmat qilsin ketdi. Ansar direktor Alisher Navoiy maktabining direktori. Qisqasi uzun kaltak. Begona bolalar kimdi? Qisqasi 2 metr, 2,5 metrlik ariqdan qalay sakrab, devordan qalay sakrab o'tganimiz bilan. Ana shu qiziq voqealar bo'ldi. Rahmat hammalaringizga. Do'stingiz abadiy bo'lsin. Sirlar endi ochildilar. Mikrofon kerak emas. Biz bu mikrofon falan olsun. Hakikaten uyga döndüyse bana işlemem. Tavuğun içeriden dursan şu gapırıyor. Öp bana. Sana götürsünler. Görme. Doyma zor bölümler. Ne kadar derste oldu 5 olak ama daha oldu 5 oldu. 5'ni bakarsan 5'ni okusan geldi. 5'ni 5 olarak gördük. İlk bakalım yaşlarına. Doyma zor bölümler. 5, 2, 3 birle 3 gitti. 45 yıl oldu. Bundan bir hayatımız 5 bütün. Bundan ki. Amaran zor bölümler. Yaralar dahi hop getiriyorlar. Assalomu alaykum. Bugün 45 yillikka o'tiribmiz. Qanday bo'ladi? Assalomu alaykum. Sinfdoshlarim, sizlarni bugungi 45 yillik bayramimiz bilan tabriklaymiz. Sizlarga uzun umr va saodat tilayman. Kelgusi yubiley 60 yillik, 70 yillik, 100 yillikka Xudo yetkirsa o hammamizni davralarimizni hammamizni jumla qo'ylarga Xudo yetkirsin. Umralarga borishlar nasib qilgan bo'lsa iloyim. Ana shu kunimiz, bayramimiz bundan ziyoda bo'lsin. Şu hozirgidan chiroyli bularga duit tegmasin. O'tirishimiz bardavom bo'lsin. Hamma sog' bo'lsin. Hamma oilasiga tinch bo'lsin. Hamma sog' bo'lsin.
Shunday doimo yosharib gulday bo'lyursin hamma. O'ylab tinchlik tilayman. G'am ko'rmasinlar, dard ko'rmasinlar. Yana 50 yilligimizga o'tiraylik. Mana bugun sinfdoshlar bilan o'tiribmiz, Xudoga shukr, 45 yillik. Hammaga ham shunday nasib qilsa. Doimo hammamiz sog' salomat bo'laylik, bolalarimiz, kelinlarimiz, nabiralarimiz boshiga hamma vaqt sog' bo'laylik. Alloh ana shunday o'tirish nasib ro'z aylasin hammamizga, sog' bo'laylik. Rahmat so'z berganlar uchun. Mana shu bugun shuna bir ajoyib chiroyli kun ekan. Ana maktabni 10-sinfga birga o'qib 10 yil tugatganimizga 45 yil to'libdi. Men juda ham xursandman. Mana shuni tashkil qilganlarga hammasiga rahmat. O'zi birinchisi, bittasi o'zim o'shalardan hammaga uzoq umr tilayman. Mana 50 yillik, 60 yillik shunaqa sinfdoshda o'tirishi bo'lib tursin, bardavom bo'lsin. Ana shu yerga o'tirganlarning hammasi bola chaqasini, navirasini boshiga sog' bo'lsin, o'shalarning baxti kamolini ko'rib yursin. Biz endi mana 60 yoshda o'tdik. Mana endi bu yog'i duo, faqat duo qilib yuramiz, farzandlarni, naviralarni duo qilib yuramiz. O'shalar bizning boshimizga sog' bo'lsa bo'ldi. Rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum avvalambor, hammalarga sog'lik salomat tilayman. Ana shunday nima desam, qo'shasizlar ta'kidlasin. Bular qilalaylik 100 tasini 150 tasini ko'ringlar. Ana bunday Allohga ming qarshi men qo'liga do'man 45 yillik iloyim 45 marta ko'raylik bunaqa hayotda. Buni chiroyli do'stlarim, aka-ukalarim birga katta birgamiz o'yin bo'lsa, xuddiki bitta oilaning farzandimiz. Iloyim hammalarga rahmat, sog' bo'ling, salomat. O'tirgan o'yinlarda qolmasin. Iloyim farzandlarni, nevaralarini baxtli kamolni ko'rib va ardog'il bo'lish nasib qilsin. Har biringizga tilaymanki, har bittalaringiz ilohim Hoji bobo va Hoji aya bo'lishingizga tilakdoshman. Hamisha sog' bo'laylik, yaxshi kunlarga uchrashguncha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.
Anchadan beri ko'rishmagan sinfdoshlarim bilan ko'rishdim. Endi biz uzoqda bo'ylardik oldingi paytlarda pensiyaga chiqqandan keyin Navoiyda ana ko'rishib turibmiz. Sinfdosh bugungi taassurotlar qanday? Ko'rishdik. Ancha 45 yil bo'lgan bo'lsa tugatganimizga hammamiz mana 60 yoshlardan o'tdik. 20-30 yoshga yashardik. Ko'ngillarimiz bir dam oldik. Xudoga shukr. Hamma sinfdoshlarni ko'rdik. Hamma sog' salomat ekan. Sog' salomat bo'lib yurishsin. Bolalarni boshiga, nevaralarni boshiga, qizlarni, o'g'illarni boshiga hamma sinfdoshlarim sog' salomat sog' bo'linglar. Sog' salomat bo'lib yursinlar. Yana nima tilaklarimiz bor? Mana shunaqa qilib o'tirishlarimiz iloji bo'lsa agar har 5 yilda deyishyapti, yo 5 yildan iloji bo'lsa har yili qilishga ana shu bugungi o'tirishimizda har yili bir yig'ilishamiz degan fikrlar paydo bo'ldi. Bu fikrga qo'shilaman. Nima deymiz? Hamma sog' salomat bo'lsin. Charchamanglar sizlar ham. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mayli. Tilaklaringiz. Tilagim shu. Do'stim aytgan gapim mana ham qo'shilaman. 2 barobar 3 barobar o'shanga qo'shaman. Har yili yig'ilamiz deyaptilar. Nima deysiz? Har yil yig'ilaman. Har yil har oyga men roziman. Bo'ldi. Inobatga olib qo'yadi. Mehr ko'zga deydi-ku, o'shanga qo'shilaman men. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli. Sayora. Vera xursandam bu, xursand bu. Fatma. 5 kishi, 4 kishi. Uyda qaqatin topibmiz. Xotin topibsizlarmi? Ha, bechora bitta sinfdoshimiz ana u. Ne xotin qolgan, o'shanga xotin olib qolamiz. Hayot bilan imo bilan ikkita dugo boshlariga. Mana ana. Fantanimi? Suv bilan fanta. Siznikimi? Siz bugun nima aqlli qizsiz? O'tgan safar ham davleniyam bo'lyapti, qizig'i. Dori beramiz, chaynab olasiz. Olib kelganman. Mesim bu, o'shani tushganlar tushmagan. Odamni sonini sanab. Yo'q, bizlar ishxonada emas. Buni knopkasini bosib gapirish kerakmi? Men aytdim, shuncha gapni havoga ketdi deb qoldim. Assalomu alaykum azizlar. Mana Umar, mana Umar. Eshitdingmi, gapiryapman? Gapir.
Mana nasibimizda 45 yillik bo'ldi. Ha? 40 yilga o'tirgan edik. Mana Karim o'sha Karim ham bitta yoqib yuramiz, o'tirib yo'q 45 yillikka. Alloh sabr toqat bersin. Mana hurmat do'shimiz. Alloh sabr bersin ularga, joylari jannatda bo'lsin. Mana bu bugungi 45 yilligimizni Alloh yetkazdi mana shu. 15, 50 Alloh o'sha kunga yetkazsin. Shu tashkil qilgan rahmat sizlarga, Karimga, mana Do'yirbaga 1000 yil mana shu sinfdoshlar nomidan, mana oilam nomidan katta rahmat aytamiz. Sinfdoshlarga hamma sog' bo'lsin, farzandlar rohatini ko'rsin, nabiralarni, bola chaqasini hammasi rohatini ko'rsin. Katta rahmat. Rahmat. Tashkilganingiz uchun rahmat. Hamma sog' bo'lsin, vajrimiz sog' bo'lsin. Amin. Xush kelibsiz aziz mehmon, xush kelibsiz. Mana gapiryapman. Tilaklarim katta. Mana shu yerga o'tirgan 10-bek qizlari bundan ham ziyoda bo'lsin iloyo. Borlariga shukr, safimizda kamchilik bo'lmasin. Yaxshi kunlarga o'tiraylik. Hammamizni shod-u xurramlikka Xudo joy yetkazsinlar iloyo. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Bosheton iloyo hammaoton. Rajabova zinda boshi. Salomat boshiton. Sog' boshiton. Hammalaringizga salom boyak bor. Bonushka paka. Okey. Esi qilsin? Ha, navbatda. Sog' bo'ling. Hammaga salom. Yuringlar bizanga mehmon. YouTube'dan ko'ringlar. A'zo bo'linglar. Mayli.